Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Men ovozlarga hozir mana shu zvukka kirsak, menyuda mana shu yerda effekt men o'z yerga yozib olganman buni. Bu aslida mana Legacy'da mana shu joyda kompressorlar borda. Multi kompressor. Bundan tashqari yo'q. Multi kompressorga kiramiz. Close, detail, и bitta настройкалар bor. Attack и так далее. Ko'tarib olamiz. Hammasini fonlaga qo'yamizda. Juzi nimalarga kronislarga yaqinroq narsa bo'ladi. Men endi fotoga tepada deyolmayman. Ovoz kuchaytirgich, ovozni kuchaytiramiz. Low низкий beradi. High высокий, среднийlar bor va o'sha настройкалari bor. Offsetga qo'shimcha nimalari bor. Dinga qarab настройка qilinadi bunda. Bu manual narsa, bu заводской настройкада bu. Normal, low, bu заводской nimalarda. Multi kompressor eng yaxshisi. Multi kompressorga настройка qilsangiz zo'r bo'ladi va equalizerlarga ham qaraysiz. Zvukingizda niz past, высокий past, mana equalizerda низкий 2 ga qo'yib olasiz. Voy, mana высокий 500 ga yo 2 ga qo'yib olasiz. Buni ham aslida 500 ga qo'yib olavering. Eng asosiysi, men hozir mana asosiy masteringda proba qildim o'zimga. Mana shuni yozib olinglar. Mana birpas nima qilaman? Yamaha'dagilar mana shu настройкада birpas bitta настройка qilib ko'rasizlar. Juda menga yoqdi, ammo lekin shu korklarni modniy davleniyasini berdi-da, chunki ko'rishguncha maslahatlar bo'lsa telefon qilishaveramiz. Mog'alar Yamaha babri zo'r, Yamaha ajoyib, Yamaha. Bu ajoyib. Asal chiqdi bu narsa bor. Yamaha asal chiqdi.